Ayollarimizda vakrug glaz muammolari, ya'ni o'sha ko'z atrofidagi muammolar. Juda ham ko'p mimika qiladigan, juda ham ko'p kuladigan, o'zi kulganda ham ko'z bilan kuladigan ayollar bo'ladi-ku. Mana ularda ajin muammo, yuzi quruq bo'ladi, ajin tez tushadi, yuz sinadi, ko'zi tegi qopchasi shishib yuradi, bir xillarda atyoq bo'ladi, bu buyrakdan bo'ladi, bir xillarda grija bo'ladi. O'sha ko'zi qopchasida yog'lar paydo bo'ladi. Uje ko'zi shu grijasi bo'ladi, unga xirurgga borish kerak. Ko'zdagi atrofidagi atyoqda ular bilib qo'yish kerak, o'sha imенно ko'z atrofida gialuronkalarni tavsiya qilaman umuman olmaslikni. Tarkibida gialuronka borlar, ular gialuronka o'ziga suv tortadi. Agar ko'zida qopchasida shish atyoq bo'lib yuradigan ayollarimiz gialuronka olsa, fillerlar olsa, o'ziga suv yig'adi-da, yuzdagi bor namlikni tortadi va battar shishadi. Ya'ni bu ayollar doim atyoq bo'lib, doim yuzi shishib yuradi. Bu ayollarimiz o'sha tarkibida gialuronka bo'lmagan ko'z atrofi mezalarini olsa bo'ladi, bemalol. Sillarni ham o'zini tochkalarini olsa bo'ladi. Ko'z atrofidagi qorayishlar bu agar nasli bo'lmasa, yuragida muammo bo'lmasa, ko'z atrofidagi qorayishlar o'sha yurakda bo'lsa, lecheniya qilsa o'tib ketadi. Agar nasli bo'lsa, bu har doim o'sha osvetleniya beruvchi ko'z atrofidagi mezalar preparatlar olib yursa kerak. Bir umr ular majbur damashniy o'qit. O'zi itak masalan yuzga damashniy o'qit qilib yurish kerak har bir ayol. Lekin u ayollar aynan o'sha vakrug glaz, osvetleniya beruvchi, oqartiruvchi, vitamin C, arbutin tarkibida bor narsalarni ishlatib yursa, ancha ocharib, bilinmaydigan bo'lib yuradi.